hozir ko'pchilik bir ko'rishda tanimagan bo'lishi mumkin, ammo bundan 13 yil ilgari deyarli barchaning tugmali telefonlarida uning videolari bo'lgan. Shahrixonlik yigitchaning Ronaldo bilan bir maydonda ko'p-to'k tepgani esingizdami? Davrlarni ko'p eslash yoqmasligini aytadi. Nima desa bo'ladi, o'zimda ham ayb ko'p bo'ldi aka. Ziyofatlar ko'p bo'lib ketdi. Ronaldo bilan ko'rishganim, u bilan o'tirganimiz, u maydondan chiqib ujin qilganimiz. Ularni ko'p eslamayman. Asosiysi men Lokomotivda qiynalganman aka. Nimada? Shu moliyaviy darajadan, puldan, yeb ichishdan hamma tomonlama qiynalganman aka. Kerak bo'lsa 1-2 kun ovqat ham yemagan paytim ham bo'lgan. Andijonda do'konim bor. O'zimizda Sharxonda do'konlarim bor aka, 5-6 ta. Shohjahon ismini Muhammad Umarga o'zgartirgan yigit o'tmish qiyinchiliklarni ko'p eslaydi. O'zingizdan ham orttirib kimni yaxshi ko'rasiz deb bergan savolimizga javob qaytararkan, bolalik davrlarini yodga olib yosh to'kdi. Endi biz uchun onam ko'p ishlar qilgan. Kerak bo'lsa shu mahalla zakurga ham narsalar sotganmiz. Ayam bilan.